bu o'tmish. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Kosmos bu o'tmish. Negaligini hozir tushuntiraman. Aslida biz yulduzlarni kuzatganimizda ularning o'tmishini ko'ramiz. Ha, bu boshqacha eshitilishi mumkin, lekin bu rost. Yorug'lik soatiga 300 ming kilometr tezlik bilan harakatlanadi va u yorug'lik bilan birga o'sha jismning ko'rinishini ham yetkazadi. Quyoshdan Yergacha yorug'lik taxminan 8,5 daqiqada yetib keladi. Shunda biz uni 8,5 daqiqa oldingi holatini ko'ramiz. Va aynan mana shu quyosh misol uchun o'chib qolsa, u Yerga 8,5 daqiqa o'tibgina bilinadi. Bu quyosh timsolida ko'ringan bir jism, lekin kosmosda milliardlab yulduzlar mavjud. Ularning yorug'ligi Yerga qancha vaqtda yetib kelsa, biz bundan shuncha vaqt o'tib uni bilamiz. Insoniyatga ma'lum bo'lgan eng uzoq yulduz bu Earendel yulduzi. Undan yorug'ligi Yergacha 12,9 milliard yilda yetib keladi. Bu degani teleskopda biz uni 12,9 milliard yil oldingi holatini ko'ryapmiz. Tasavvur qilishimiz uchun biz uni hali Yer paydo bo'lmagan vaqtdagi holatini ko'ryapmiz. Agar shu yulduz yo'q bo'lib ketsa, biz buni 12,9 milliard yil o'tibgina bilamiz. Balki hozir ham yo'q bo'lib ketgandir. Juda ajoyib.